Xo'sh, funksiyaning endi y o'qi bilan kesishish nuqtalarini toping. Y o'qi bilan kesishish degan tushuncha 18-masalaga qaraydigan bo'lsak, y o'qi bilan kesishlik kerak. Demak, funksiyamiz mana bu parabola bo'ladigan bo'lsa, x, y holatda, y o'qi mana bu o'q bo'ladigan bo'lsa, bu bilan endi ixtiyoriy ravishda tepaga qarasin, pastga qarasin kesishish nuqtalari. Ya'ni x ga 0 qiymat bergandagi qiymat topishimiz kerak. Qanaqadir y teng bir f(x) funksiya berilgan bo'lsa, bizda f(ga), ya'ni x ning qiymatiga 0 qiymat bersak, x teng 0 qiymat bersak, ikkinchi koordinatasi kelib chiqar ekan. Ya'ni o'sha f(x) ning o'rniga 0 qiymat beramiz. Unda nima kelib chiqar ekan? O'sha ordinat o'qini kesib o'tadigan holat kelib chiqar ekan. 0 qiymatini berib chiqamiz. 0 qiymat bersak -15 ga teng ekan. Yechimimiz 0 da -15 ekan. Endi 21dan 30-misolgacha bo'lgan savollarimiz. 23-masalasiga qaraylik, sal murakkabroq ko'rib chiqaylik. Bunda parabola uchi koordinatalar, boya aytib o'tdim. Parabola uchining koordinatalari qaysi? x0 va y0. Bizdagi qiymatimiz x0 qiymatimiz -1 taqsim 2a. Bu formuladan foydalangan holatda -2 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 soddalashtiradigan bo'lsak 1. Endi y0 qiymatini topadigan bo'lsak 1 da bor qilib ko'ramiz. Dastlabki holatga 1 dan 2 ni ayirib tashlaymiz. 2, 2 ga -1, -1 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak natija 6. Demak, yechimimiz 1 u 6 nuqtada hosil bo'lar ekan. Demak, o'sha parabolaning boshlanish nuqtasi 1 u 6 nuqtadan boshlanar ekan. Xo'sh, endi 32, 31dan 35-misolgacha parabolaning simmetriya o'qi tenglamasi. Simmetriya o'qi degan tushuncha nima? Agar berilgan ixtiyoriy bir parabola mana bu tarzda o'tadigan bo'lsa, uning o'rtasini, ya'ni buklaganimizda ustma ust tushadigan holati uning simmetriya holati deyiladi. Ya'ni simmetriya holatini tashkil qiluvchi o'q simmetriya o'qi deyiladi. Mana bu holatni simmetriya o'qi deydigan bo'lsak, mana shu to'g'risida. Bu simmetriya o'qi nimadan o'tyapti? X 0 dan. Demak, x0 ning ifodasi, demak, uning simmetriya o'qi bo'lar ekan. Hammasini x0 topib chiqamiz. Masalan, 32-masalaga qaraydigan qaraydigan bo'lsak, x0 ning qiymati minusdan -2 taqsim 2 natija 1. Demak, x0 qiymat 1. Yechimimiz x teng 1 ekan. Buning simmetriya o'qi tenglamasi x teng 1 ekan. Endi 36dan 40-misolgacha berilyapti. Funksiyaning kesishish nuqtalari koordinatalarini toping. Kesishish nuqtalari koordinatasi degan tushuncha bizda ularning qanaqadir to'g'ri chiziq bilan yoki parabola bilan kesishish holatlari, ya'ni birorta bir parabola bilan boshqa bir to'g'ri chiziq kesishlik kerak. Buni kesishlik holatlari bor. Ikkita ildiz bunisida mana pastdan o'tib ketsa kesishmaslik holati bor. Bunda diskrement 0 dan kichkina bo'lib qoladi, bunda diskrement 0 dan katta bo'ladi. Bitta ildizga teng bo'lib qolish holati bor. Mana shu nuqtada bitta ildizga. Endi bunga qarab boradigan bo'lsak, masalan 36-misol yoki 37-misolni ko'rib bo'laylik. 37-misol 3x -5 ning qiymati teng ekan x kvadrat plus 4x -25 ga. Soddalashtirib chiqamiz. X kvadrat plus x minus 20 ning qiymati teng ekan 0 ga. Xo'sh, diskrement yoki ildizlar yig'indisi ko'paytmasini topadigan bo'lsak, yechimimiz -5 ga 4v teoremasidan foydalangan. Ildizlar yig'indisi -1 da va ko'paytmasi -21 turibdi. Demak, bizda diskrement 0 dan katta bo'lganligi uchun ikkita nuqtada kesishyapti. -5 u 4 bu x o'qidagi nuqtalari bo'ladigan bo'lsa, bularni mana bu ixtiyoriy grafikka olib qo'yganimizda, ya'ni funksiyaning grafikning funksiyasiga olib qo'yadigan bo'lsak, uning ikkinchi o'qlari, ya'ni y o'qidagi nuqtalari ham kelib chiqadi. -3 da bor, -5 da bor qo'yadigan bo'lsak, -5 ni 3 ga ko'paytiramiz, -15, -5 ga qo'shadigan bo'lsak, demak, -5 da -20 degan qiymat hosil bo'lar ekan. 4 ni borib qo'yamiz. 4 kira 3 12, 12 dan 5 ayirsa 7, 4 da 7 degan ikkita nuqta hosil bo'ldi. Mana shular ularning kesishish nuqtalari hisoblanadi. Endi 41-misoldan 47-misolgacha berilyapti. Berilgan nuqtalardan o'tuvchi parabola tenglamasini. Demak, bizda mana shu berilgan dastlabki misollarda ko'rib chiqdik. 37-misolda masalan mana shu nuqtalardan o'tuvchi parabolalar, ya'ni kesishish nuqtalari bu demak parabola ham o'tadi bundan, to'g'ri chiziq ham o'tadi. Shuning uchun kesishib qolyapti mana shu nuqtada. Bizda aytayaptiki, mana shu nuqtalardan o'tuvchi parabola so'ralyapti ekan. Bu nuqtalardan o'tishligi uchun biz har doim birinchi kelgan x, y holatidan ko'rib chiqamiz va formuladan foydalanamiz. Y teng ax kvadrat x plus c. Birinchi o'rinda bir qiymat berganimizda 3 ga teng bo'lishi kerak. Demak, biz mana bu 1 ni borib qo'yganimizda mana x ning o'rinlariga hammasiga 1 da borib qo'yganimizda 3 ga tenglashtiramiz, 3 da borib qo'yganimizda -5 ga tenglashtiramiz va 2 ni borib qo'yganimizda esa 0 ga tenglashtiramiz. Mana shu holatda bizda tenglamalar sistemasi hosil bo'lib qoldi. Ya'ni
a plus b plus c ning qiymati teng 3 ga. Oxirgisidagi qiymatimiz endi 9 ta a plusdan 3 ta b plus c ning qiymati teng -5 ga va oxirgi qiymatimiz 4 ta a plus 2b plus c ning qiymati esa 0 ga teng bo'lib qoldi. Mana shu tenglamani yechishimiz uchun sistemani ayiraveramiz. 4a dan a ni ayirib tashladik 3a, 3a. 2b dan bni ayirib tashlasak plus b, c dan c ni ayirib tashlasak 0, 0 dan 3 ni ayirib tashlasak -3 ekan. 3b plus a 3a plus b ning qiymati -3 ga teng bo'lib qoldi. Demak bizda mana shu ifodadan 3 ni chiqarib oladigan bo'lsak, shu pastdagi ifoda hosil bo'lar ekan. 3a plus b ning qiymati teng ekan -3 ga. Demak, mana bu -3 ko'paytirilgan 3 ga hosil bo'lib qoldi. -3 ko'paytirilgan 3 plus c ning qiymati demak -5 ga teng ekan. Bu yerdan c ni topadigan bo'lsak, c ning qiymati 4 ligini hosil qildik. 4 ligini topgan holatda mana shu ifodamiz o'zi -c ga teng bo'lib qolardi. Xo'sh, 4 ni mana bu qiymatimiz ham 4 ga teng bo'lsa, bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. A plus b ning qiymati shunda -1 ga teng. 3a plus b ning qiymati esa -3 ga teng ekan. Mana shu sistemani yana ishlaydigan bo'lsak, 2a ning qiymati sistemani ayirib tashlaymiz. 2a ning qiymati teng ekan minusdan 2 ga a teng -1 ga ekan. Parabola shoxi pastga qaraganligini bilib oldik. B ni qiymatini topadigan bo'lsak, b teng 0 ekan. Demak, bizdagi funksiyamiz kelib chiqdi. Y teng o'sha holatga borib ko'ramiz. Mana bunda a ning qiymati bor ekan bizda -1, minusdan x kvadrat, plusdan b ning qiymati 0 ga erishib ketyapti. Yo'q. C ning qiymati esa bizda chiqyapti 4. -x kvadrat plus 4 ekan. Demak, bizdagi mana bu nuqtalarni qani rosa kamiga qanoatlantiradimi, yo'qmi? Birda borib qo'yadigan bo'lsak, 1 ning kvadrati 1 -1 bilan 3 tashkil qilyapti. Demak, birinchi holatda nuqtani hosil berdi. Hosil qildi. Demak, shu -5 3 qiymatini borib qo'ysak, 3 ning kvadrati 9, -9 plus 4 ning qiymati ham demak -5 ni berdi. Oxirgi qiymatimiz 2 ni borib qo'yganimizda ham 2 ning kvadrati 4, -4 plus 4 imiz 0 ni beradi. Demak, hammasi qanoatlanadi. Demak, funksiyamiz to'g'ri tuza oldik. Endi mana shu yerda 45-misoldan tashlab ketaylik. 45-misolda 0 ga teng bo'lgan holatlar berilyapti. Demak, biz aytib o'tdikki, bundan oldingi video darsida ham, hozirda ham bundan oldingi misollarda aytib o'tdik. Agar 0 ga teng bo'lgan holatlar bo'lsa, bular x1 va x2 lar bo'la oladi dedik. Demak, y teng a ko'paytirilgan x minus x1 va x minus x2 formuladan foydalansak bo'lar ekan. Endi davom ettiramiz bizda va yana bir qiymat berganda, mana bu x qiymat 1 bo'lganda y qiymat 4 ga teng bo'lib qolar ekan. Buni soddalashtirib chiqadigan bo'lsak, a ko'paytirilgan x minus 2 ga x minus 3 degan holat hosil bo'lib turibdi. Buni qiymatini soddalashtirsak, a x kvadrat minus 5x plus 6. Endi bizda nima hosil bo'ldi? Bizda bir qiymat berganda 4 ga teng bo'lgan holati ham bor. Bir qiymatni x o'rniga borib beraveramiz. Ya'ni f(1) ning qiymatida 4 ga teng bo'lib qolishi kerak. f(1) da qiymati bu yerda nimaga teng bo'lib qoladi? A ko'paytirilgan 1 minus 5 plus 6 teng ekan 4 ga. Shu yerdan a ning qiymati topa olamiz. 1 dan 5 terib tashlasak -4 plus 2 va o'tkazib olsak a ning qiymati 2 ga teng bo'lib qolar ekan. A ning qiymatini topib oldik, o'rniga borib ko'ramiz. Y teng 2x kvadrat minus 10 ta x plus 12 degan funksiyamiz hosil bo'lar ekan. Endi 48-50 misolgacha berilgan savollarimiz. Uchi A nuqtada bo'lgan va B nuqtadan o'tuvchi parabola tenglamasini tuzing debdi. Demak, bizda uchi deganda x0 va y0 va mana buyimiz x ga y qiymatlar ekan. Xo'p, x0 formulasidan foydalansak -1 taqsim 2a degan formuladan foydalansak yoki bo'lmasam y teng mana bu a ko'paytirilgan x minus x0 ning kvadrati plus y0 degan formuladan foydalanamiz. Va bundagi qiymatimiz 0 qiymat bersak 3 ga teng bo'lsa, 0 qiymat berganimizda ordinat o'qini kesib o'tadi va shunda c ning qiymati 3 ga tengligini bilib olar ekanmiz. Ya'ni parabolaga 0 qiymat, mana parabolamiz farqi pastga yoki tepaga qarab ketadigan bo'lsa, 0 qiymat bersak, har doim c ning qiymati, ya'ni ozod xat kelib chiqaveradi. Xo'sh, endi qaraydigan bo'lsak bo'ladi. Ana endi qaranglar, x0 ning o'rniga nima 2 ni borib qo'yamiz, y0 o'rniga esa -1 da borib qo'yib soddalashtiramiz. Soddalashtirganimizdagi qiymatimiz x minus 2 kvadrat x kvadrat minus 4x plus 4 va -1 holat turibdi. Buni soddalashtirib chiqqanimizda bizda oxirgi a ni ko'paytirib chiqqanimizdagi oxirgi ifodamiz ozod xat va u c ga teng. C ga tenglashtiramiz 4 ta -1 ni. A ning qiymatini topa oladigan bo'lsak, uning qiymati esa 1 ga teng. A ni dastlabki holatga borib ko'ramiz a ni o'rniga. Demak, hisoblab chiqqanimizda x kvadrat minus 4x plus 3 degan funksiyamiz hosil bo'lyapti.